salkam 2,5 million so'm pul sarflandi shu mashinaga akalar. Oldi eshigiga $100 Ultrafit Fortini urib berganmiz. 85% qora bo'ladi bu plyonka. Ichidan ko'rsatishsa juda yaxshi. Akalar, plyonkani ortiqcha maqtamayman. Plionka puliga yarasha. Bundan tashqari laboylariga sonzashniy plyonka, gay muammo qilmaydigan, ruxsatdan o'taydigan bonusiga kayzroklarni ham urib berganmiz. Xudo xolasa ideal darajada mashinani topshiramiz. Mashina ayol kishiniki Rishtondan bizni kuzatib kelibdilar. Endi ba'zi bir akalarimiz, ba'zi bir tanishlarimiz yozibdi, $100 ga plyonka uriladimi deb. Akalar, любой narsani arzoni, o'rta narxi premium bo'ladi. Bu просто premium akalar. Ikkita eshigi $100, orqa eshigi krugovoy bo'lsa $300 ga aylanadi. Plyonkani bitta ko'rsataman. Xo'p. Hamma plyonka bir xil bitta narsa deydigan akalarga mashina bilan solishtiradigan bo'lsa, Matiz bilan Trekkernikini farqi bor, to'g'rimi? Pulida ham, kачествосida ham xuddi shunaqa akalar. Oldi eshigini ko'rib turibsizlar, 85% qora qiladigan plyonkamiz, ya'ni tashqaridan 85% qora, ya'ni ko'chantirildi 70 deyiladi. Ko'rsatishi prosta baho beringlar. Prosta akalar. Yo'q deb turibdimi? Ikkiga issiq o'tkazmaydi. Primoy quyoshga qaraysizlar, tumani yo'q. Ha, oldi laboyga bo'ladigan bo'lsa, kayzroklarni bonus qilib urib, laboya sonzashdan yaxshisidan urib berdik va monitorlariga bonus qilib, bonus qilmadik, buni ham pulini oldik. Monitorlar biron urib berdik. Xullas akalar, hamma ishlarni bitkazib berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmat bo'lsa, telefon qilinglar.